mo'jiza bo'lyapti, mo'jiza. Bir nuqtasida formalaring yangi bo'lmaydi. Qadrli o'quvchilar, mana bugun bizning kelajak soatimizda o'zlikni anglash, milliy qadriyatlar, urf-odatlar mavzusi haqida siz bilan suhbatlashishimiz kerak. Keling avval o'zingizning tushunchangizdan kelib chiqib, o'zlik, milliy qadriyat, urf-odatlar nima degan tushunchaga bir savolga javob berib ko'ring. Qani kimlarda javob bor? Marhamat Gulxayr. Menimcha bu o'zligimiz bizning avloddan avlodga o'tib kelayotgan milliy qadriyatlarimiz hisoblanadi. Milliy qadriyatlar deganda bu bizning milliy do'stlarimiz, milliy atlaslarimiz. Har bitta bayram bo'lganda, masalan, bizning eng yaxshi bayramlarimizdan biri bu Navro'z bayrami hisoblanadi. Navro'z bayrami barcha O'zbekistonning barcha viloyatlarida nishonlanadi. Yaxshi, juda yaxshi. Yana kim fikrladi? Tanlonsin. Har bir millatning o'z milliyligi bor, har bir millatning o'z milliy bayramlari, taomlari bor. Masalan, bizning milliy bayramimizda milliy bayramimiz Navro'z va biz Navro'z milliy bayramimizda milliy taomlar, har xil sumalar va boshqa har xil taomlar tayyorlab Shoshmay turamiz. Masalan, qo'shni-qo'shnilar bilan yaxshiroq uylarda ovqat pishirgan bo'lsa, birovlarga uzatish, bu ham bizning milliy qadriyatlarimizdan biri hisoblanadi. Ko'chada tanimagan insonimizga salom berish, bu ham bir milliy qadriyat hisoblanadi. Masalan, ko'chada ketayotganimizda birorta otaxon yoki onaxonlarning yuklari og'ir bo'lsa, yordamlashsak, bu ham bizning bir milliy qadriyatimiz. Juda ham yaxshi, rahmat. Qani Muxlisa? ota-onamizni hurmat qilishimiz ham bizning milliy qadriyatlarimiz. Boshqa davlatlarda, shaxsan Amerika yoki Rossiyada ota-onalarni senlab gapiradi, sizlaydi. Masalan, boshqa davlatlarning uylarida qo'shnilar kamdan-kam bir-biri bilan muloqotda yoki Tanimaydi hattoki. Bizda qanday? bizda oldin ovqat pishirsa Juda ham yaxshi. Men Rustam, mehnat, intizom va kuch ertakdagi eng muhim sifatlar. Men mana shu sifatlar sabab janglarda zafar quchdim, qahramonga aylandim. Siz esa ishdan qochishga urinayapsiz, dangazalik qilyapsiz. Bugün sizler öğrencinin ortaç ortaya cezalayıpsız. Mertlik, o fakat kimlere yetmiş değilemez. Adalet ve özgürlüğün adaletten insaflar, aslında kalbiden güçlü. Men Malikai Ayyor. Shu qo'limda emas, aqlimda. Sen esa har bir tushunmovchilikni ovozingni baland qilish bilan aniqlashsan. Unutma, o'zingni boshqara olishing